Rana 1. bölüm 11. qism. Sizningcha mushu yezida qaysi oila meni kelin qilib to'ydan keyin davomli o'rganishimga yo'l qo'ydi? Men aniq bilaman, dadam odatdagi oilaga meni bermaydi. Boy oilalarning qoidasi jiq, men ulardan qo'rqaman. Rostini desam, ana, to'y qiladigan ishni o'ylasamla qo'rqinish bosadi. Undaq deyman, qizim. Dadingizmi sizni yaxshiroq oilaga kelin bo'lib kirsa, qiyilinib qolmasa, yaxshi kun ko'rsa deydi. Bo'ldi. Dadamning yaxshi gapini az qiling. Ahlimni bilganimdan beri dadamning biz bilan ko'ngillik o'ltirib g'izolangan vaqtining qaytim sonini sanab kelsam, tas qoladi barmoqlarimni tugimigili. U azaldan menga haqiqiy ko'ngil bo'lib baqqan emas. Dadam menga haqiqiy ko'ngil bo'lgan bo'lsa, mening o'qishga berishimga ma'qul bo'lgan bo'ladi. Uningga pul bo'lsa bo'ladi. Men uningga nisbatan puldek muhim emas. Xotin farzand deganga pul basli bo'lmaydi. Ularmi mehr muhabbatga muhtoj bo'ladi. Uning biror qaytim meni mehr bilan bag'riga bosqanini, beshimni mehr bilan biror qaytim silab qo'yganini aslayolmayman. Amrogul anglab nima deyishini bilmadi. Demisimi, Ra'noning deganlari haqiqat edi. Bu to'g'risida paranglashmaylik bo'lamdi ana. Ko'nglim bek yerim bo'lib ketdi ekan. Amrogul un-tinsiz Ra'noning beshini siladi. Ko'nglida o'ylayotdi. Qizim, men ketib qolsam, sizning yo'lanchiksiz qilishingizdan ansirayman. Agar kunlarning birida ketib qolsam, qanday qilasiz? To'y qilib olsangiz, hech bo'lmasa borarga makoningiz bo'lgan bo'ladi. Bolani o'ylab, 2 tomchi yosh uning ko'zidan sirg'ib mangziga tushdi. U darhol mangzidagi yoshni surtib o'tib, Ra'noga dedi. Qizim, men Navoda deyapman, a? Men o'lib ketib qolsam, qanday qiladi deb sizning keyligingizdan ansirayman. To'yingizni qilib olsam, men xotirjam bo'lgan bo'lardim. Ana, yo'q gapni qilmang. Siz deqi 40 ga amdi kirgan tursingiz. O'lim 40 ga kirgan odamni ep ketmayman deb ekanman. Salomatligingizni biror o'zgarish bo'lyapti-da? Yo'q-ay. Amsi nima bundoq emas gaplarni deb yurisiz? Voy, sizning keyinligingizdan ansirab bo'lmamdi shu. Ana, ansirmang. Dedi Ra'no beshini ko'tarib, Amrogulning qo'lini tutib, uning ko'ziga qarab turib. Undaq bo'lmas. Navoda sizga biror ish bo'lib qolsa, bilaman, dadamning menga qarg'ili vaqti chiqmasligi mumkin. Gulkash tilashni kichigimdan sizdan o'rgangan. Ustamdan hozir o'rganganlarimni birlashtirsam, asosan degidek o'rganib bo'ldim. Ustamni meni bek tez egalib oldingiz, qo'lingiz bek chaqqan, kallangiz o'tkirkan deb davomli maqtaydi. Mushu 2 haftadan beri bir cho'ng manzarni kashlab bitkizdim. Ustam buningga menga hajingizga ishlatasiz deb yuzgan badi. Kiyim-kechak tikishga kelsak, asosiy mahoratlarini asosan egallab bo'ldim. Yana bir necha oy tursam, kiyim-kechak tikishni to'liq egallab bo'laman. Vaqti kelsa dadam halimdan xabar olmasimi, o'zimning jinini o'zim beqib ketayotganligimga ishonaman ana. Voy, dadingiz qandaqsiga sizga qarinmoqdak. Undaq deyman. Navoda men bo'lmasam, dadingiz sizning birdan-bir yo'lanchigingiz bo'lib hisoblanadi. Bundaq ko'ngilsiz paranglarni qilishmaydi-chu ana, ma'qulmi? Yetinga, ikkimiz mushunchalik paranglashmag'ilimi xeyli uzun bo'lib qapti. Sizning badallaringizni tutib rahatlantirib qo'yay, qandaq? Bo'ldilar, siz mehrib qoldingiz, aram olayli. Yeningizda yotay, ma'qulmi? Mayli. Ular yana xeyli uzun paranglashdi. Lekin Ra'no to'y gapini faqat yaqin keltirmadi. Bo'ldilar. Deb o'yladi Amrogul, yanada uxlab qolgan Ra'noning chiroyiga qarab. Ra'no mendek ojiz emas. O'zining yo'lini o'zi tepib mang'alaydi. Lekin u degan baribir texib bola. Navoda menga bir ish bo'lib qolsa, ishlaringiz o'ngishli bo'lar qizim. Yo'lliq bo'lg'aysiz. Amrogul ko'zidagi yoshni surtib o'tib, Ra'noning peshonasiga suyib qo'yib, Ra'noga qarab yetib, qachonlardido uxlab qoldi. Shu qatimliq Ra'no bilan bo'lgan suhbatning oxiri chiqmagandan keyin, Amrogul bu to'g'risida yana qayta eg'iz ochmadi. Yaxshi gap darvozadan chiqib bo'g'icha, yomon so'z tog' halqibdi degandek, Amrogul bilan Qamar to'g'risidagi so'z cho'chak butun yezini bir olgan edi. 2 hafta bo'p qolay degan bo'lsa-mu, Amrogul bilan Qamar to'g'risidagi so'z cho'chak besiqib qolmoqda yo'q,
kundan kunga ovib ketib boradi. Bu tema hozir yezidagi nurg'un kishilarning tamoqdan keyin choy ichkiniga o'xshashla doimliq paranglashadigan temasiga aylanib qolgan edi. Anvar doktorxonadan chiqqan kunning ertasidan boshlab Qamar yana davomliq Amrogul turadigan qo'roqqa normal ishligili keldi. Uning yana ishligili kelganligini ko'rgan xizmatkorlarning o'ziga boshqacha nazarda qaraganini ko'rgan Qamar shunchalik beorom bo'lsa-mu, ularni ko'masga selib o'z ishini qilaverdi. Tunji kuni har holda tep-tinish o'tib ketdi. Qamar bu qo'roqqa ishligili kelmagan holatdami? Hozirgi bu holatda boshqa yerdan xizmat topa olishi mumkin emas edi. U o'ziga pak, ayoliga pak bo'lsa-mu, lekin buni boshqalar qanday tushuntirishni bilmaydi. Tushuntira olishim mumkin emas edi. Tushuntirgan holatdami, oq-qora butunlay ostin-ustin qilib o'tilgan hozirgidek sharoitda uninga kim ishonadi? Ikkinchi kuni odati bo'yicha qo'rog'iga kelgan Qamarni g'ojidor chaqirib kirib ketdi. Qamarning yuragi pok-pok edi. Yezida bir bo'lib ketgan nima gap so'zlar bu? Nereden chiqdi? G'ojidor, men bu Hamragul sizga yomonlik qilib baqdimi? Qaysinglarga yomonlik qilib baqdi? Nimishqa pak, ojiz bir ayolga tökmat qilinadi? Buningda sizning tökpingiz bormi, yo'qmi? Qamar mushtumlarni chingida tugib, lavlarni ching tishlashdan boshqa hech nima deyolmadi. Qaraganda siz hech nima demaydigan o'xshaysiz. Bo'ldi, keting. Endi bu qo'roq ekanman. Bundaq ahvolda sizni ishiltamaymiz. Bu Hamrogulgimi, sizgimi yaxshi emas? G'ojidor, men Bo'ldi, qaytib keting. Bu dunyoda pak, yaxshi odamlarning yashashi shuncha tasmidi? Qamar qo'roqdan ruhi chiqib ketgandek solishib chiqib ketdi. Mushi yeshig'icha birasiga yomonlik qilib boqmagan Qamar Amrogul xonimdek yaxshi bir ayolga qor chaplanishga sababchi bo'ldi. Amrogul xonimning qo'lini tutgan shu kundan boshlab Qamar bir kunmi xotirjam uxlab boqmadi. Har kuni yomon tush ko'rdi. Tushida ya Xolida satan qaqoqlab kulayotgan holatda, ya Amrogul xonim qon orsida yotgan holatda, yoki bo'lmasa Oysham bilan bolasi Anvar bir qorong'i uyda solag'liq. Qamar ularni qutqizolmay bir oiladagi uchaylan yig'lashayotgan holatda. U mas bo'lib qolgan odamdek urilib so'qilib yurib, uy kiribla karvatga yiqilib, jaloqshib titrab ketdi. Og'zidan gapmi chiqmaydi. Bu vaqtda kun xeyli egiz o'rlab qolgan bo'lib, Anvar xeyli burilla o'yniga chiqib ketgan edi. Uyda Oysham qo'lim qo'shnilar o'ngshab bering, tikib bering deb akirgan kiyim-kechaklarni tikib, o'ngshab o'ltiradi. Qamarning ishligili ketib hech qancha o'tmayla, mastak daldangshib kiribla, karvatga yiqilib, jaloqshib titrayotganini ko'rgan Oyshamning put-qo'lida jon qolmadi. U yugurib kelib, Qamarning beshini yo'ladi. Qamar, ne bo'ldingiz, meni qo'rqitmang. Sizga bir ish bo'lib qolsa, Anvar ishimiz qanday qilamiz? Texi boylar sapsaq chiqib ketgan Qamarni hozir bu holatda ko'rgan Oysham yig'lavatdi. Oysham Qamarning beshiga yostiq qo'yib berib, qiziq choy akirib ichirdi. Choyni ichib bo'lgandan keyin Qamar xeyli yaxshilanib qoldi. Boyqidak titrashdan to'xtadi. Kayfiyatimi xeyli o'ngshilib qoldi. Nemish bo'ldi? So'rdi Oysham. Oysham, men Hamrogul xonimning qo'rosidagi xizmatdan ayrildim. Bu yezda endi xizmat topolmayman. Kun ommig'imizmi tasga to'xtaydi. Gapni degash Qamarning ko'zidan buldoqlab yosh qo'yilayotdi. Biz bu yurtdan ketaylik, bo'lamdi. Dega endi sarsanchilikdan qutulib, beshimizda tuqqudek makonimiz bo'lgandimi? Kunimizni xotirjam o'tayotganiga texi hech qancha bo'lmagan edi. Endi bir o'rnimiz isib, ko'nglimiz aram topganda, bizga kelgan nima kun bu endi? Hammadan muhimi, men Hamrogul xonimning oldida qora yuz bo'lib ketdim. Biz qiyinchilikda qolganda u beshimizni silagan, ishchinida yaxshilikni biladi.
Men yüzsizlik qildim. Haqiqiy ahvolni texi deyolmayman. Men ablaqmanman, yaramazkanman. Ana bola ikkilanimni yaxshi qo'ydiyanmidim. Sizlarni o'valchilikqa qo'ydim. Lekin hozir ketishdan boshqa chora topolmadim. Bu yurtdan ketayli. Ha? Oysam, ketayli. Bugunli ketayli. Bizning ketganimizni hech kim bilmasin. Rostini aytsam, men muqulum qo'shnilarning g'alati nazarda qarashidan jiq to'ydim. Nega bo'lsam atrofimdagilar kusuldishib, g'alati qarasa, xuddi o'zimni tashqi plantdan kelib qolgandek his qiladigan bo'lib qoldi. Ma'qul, ketayli. Yiroqlarga. Bizni taniydigan kishilar yo'q yurtlarga ketayli. Xolida degan odam emas xotin. Nima deb bizga uchrab qolgan bo'g'itdi deyman. Uning uchirgan kundan boshlab har ishkimiz xotirjam uxlab baxmadik. Har qatam qor besib uyg'onib kelsangiz, yuragimni birsi pichoq bilan tilgandek biyaram bo'lib ketdiman. Kunlarimiz bir yaxshi ketib boradi. Nima bo'lgandi? Musofirchiligimiz yana boshlanammi endi? Qamar, boshliqdek makan tepib bo'g'icha, yana nalarda sarson bo'lib yuramiz. Er ayol ikkisi quchoqlashib bir haza yig'ilishib ketdi. Ular oxiri ketadiganga maslahatlashdi. O'yinimi hammani tashlabli ketadigan bo'ldi. Qandoq mangamiz? Anvar saqayg'ini bilan uzoq yo'l mangamaydi. Bundoq uzun yo'lda bizmi uni ko'tirib bo'lmaymiz. Men hozir berib ot harvisidan birini setib olib kelay. Bugun naq bozor kuni. Aslida Hamragul xonimdan olgan pulni qaytarib beray deb o'ylagan. Lekin mumkin bo'lmaydigan o'xshaydi. Hayot bo'lsam, Hamragul xonimdan olgan pulni bir kuni qaytarib beraman. Siz harbiq sog'il yumshoqroq ko'rpa va boshqa lozimli narsalarni tayyorlashtiring. Kashlik tomoqni balduroq tayyor qiling. Qorong'u tushishiga yo'lga chiqaylik. Haris, esingizda bo'lsin. Bak ko'p narsa kerak ilvonma, qiynalib qolamiz. Hozir nega berib, nega to'xtatishimizni bilmaymiz. Shun hozir bizga jiddiy lozimli narsalarni iling. Ma'qul bildim. Men tomoq qilay. Yapib bozorga ondan bering. Yo'q. Qanchalik yo'l mangamiz hech kim bilmaydi. Otningmi, harbiningmi yaxshisini olmasak o'zimizga qiyinchilik bo'lib qoladi. Shunga bozorga hozirlamang. Bir hazodan keyin Qamarning kayfiyati xeyli o'ngshilib qoldi. U yuz ko'zlarini yuyib, usti beshini qayqishtirib bozorga yo'lga chiqdi. Oyshan bo'lsa, lozimliq narsa kerakni tayyorlashga tutindi. Narsa keraklarni tayyorlab bo'lib, texi tushib bo'lmaganligini ko'rib, non yeqishga tayyorlab qoldi. Boshqa yeydigan narsadan non elib olishga atlikedi. Oysham echitqi selib, xemirni bo'sh qilib yug'uribla, to'nirga o'tin selib, o'tni tayyorladi. O Peter qilibla qatlami yoqmoqchi bo'ldi. Oysham onasining ayol kishi qatlami yoqtirsa chiroyiga qo'rq tushmaydi degan gapining ta'siridanmikin qatlamiga amroq edi. Anvar bilan Qamarmo qatlami yeyishni yaxshi ko'radi. Hammadan muhimi qatlami yoqsa xemirni o'riltiman deb o'ltirmay vaqtni tejab qoladi. Oysham nonni tayyor qilib, sal sovusin deb nonni yeyibdi. Havomi issiq bo'lg'achqa Oyshamning chekilaridan tar qo'yilib turadi. U hamda kashlik tomoqqa tayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Rana 1-bölüm 12-qism. Oysham nonni tayyor qilib, sal sovusin deb nonni yeyibdi. Havomi issiq bo'lg'achqa Oyshamning chekilaridan tar qo'yilib turadi. U hamda kashlik tomoqqa tayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Nima tomoq qilish kerak? Bugun tomoq yegancha yana qachon tomoq yeyalaydi bunisi noma'lum. Uyda ozroq go'shtmi bor? Go'sht bo'loqsam bularmi yo? Shunda qilay. U texi hamda oshxondan savzini elib odolab turishiga sirtdan Qamarning ovozi anglandi. Oysham, tez bu yoqqa chiqing. Ha, mana keldim. Oysham darhol qo'lini yuyib sirtga yugurdi. Qamar o'yliga kirib bo'lgan edi. Tushda bir nima yedinglarmi? Yo'q, taxi, bir narsa yegudak bo'lmadik. Anvarmi kirmadi? Men otni soyrak yerga chiqarib bog'lab qo'yib, o't sep beray. Siz Anvarni chaqirib kiring. Men samsayib keldim. Shuni yeyli. Ha, ma'qul.
Ular muzdek soğuk çay bilan qiziq samsini mazi qilishib yeyishib, birdan yetib aram oldi. Anvar o'ynab bo'lanmay yerib qoldimikin, yetibli uxlab qoldi. Uyda siz qaysi kuni akirpagan go'shtim bor edi. Kechda shuningda polo qilaymikin deyman. Non yiqib olib yaxshi qilibsiz. Men daydab yetişemasligingizdan ansirab demagandim. Ma'qul, shunday qilaylik. Ular kashf tomoqni yeyishib bo'lib, al oyig'i besiqqandan keyin Qamar harvin tayyorladi. Oysham Anvarni tayyor qilib elib chiqdi. Ularning oladigan narsalari ko'p bo'lmag'achqa, yo'lga chiqishga ko'p vaqt ketmadi. Qamar mahalladan chiqquncha harvini mengishib qo'yib berdi. Mahalladan chiqqandan keyin tez haydadi. Kichik bolaning qiziqadiganimi, so'raydiganimi ko'p bo'ladi. Mahalladan chiqquncha Oysham gap qilmaslikka shart qilib o'ltirg'ashqa, Anvar hech nima so'rayolmagan edi. Mahalladan chiqib bo'lgandan keyin oxiri eg'iz ochdi. Dodo, nega bormaysiz? Nayti yiroq yerga boramiz bolam. Nimishqa kunduzi mangmay kechsi mangmaysiz? Havo bek issiq emasmi bolam? Issiqda qiynalib qolmasligimiz uchun ketsi yo'lga chiqdik. Qanchalik mangamiz dodo? Menmi bilmayman bolam. Avval mengib baqayli. Bo'lamdi. O'g'lim, bir yering og'riyotmaydiganda? Dedi Qamar Anvarga qarmasdan. Qamar o'zining g'amkin kayfiyatini Anvarga bildirishni xohlamadi. O Anvarga nihoyat eg'ir besiqlik bilan javob beryotdi. Yo'q dodo, og'irmidi. Bir haza mangandan keyin Anvar uxlab qoldi. Kunduzi temperatura bak yuqori bo'lgan bilan kechsi yanala xeyli sovuq edi. Oysham Anvarga yotqan yepib qo'ydi. Qamar harvini haydab mangandan beri kayniga bir qatimmi qarab boqmadi. Lekin Oysham yezidan yiroqlagan siri yezi tarafga to'li qarab, ko'zlari namlashib bo'lgan edi. Ular bira eg'izmi gap qilishmay ketyotdi. Qilishqili gap yo'q emas. Qamar bilan Oyshamning har ikkisila beshiga kelgan bu kulpatlik kunlarning qaysini avval deyishni bilmaydi. Gap boshlansa to'kilib ketishidan ansiraydi. 3 yildan beri qiynalib, tirishib tayyor qilgan uy besatlar hammasi qoldi. Ular yana naladi qanqib, tenab tamtirab yuradi. Yana qachon qayerda boshliqqidek bir makonga ega bo'la. Turmush hech kimga oson emas. Lekin ular texi amdil issiq bir boshliqqidek makonga ega bo'libdi. Birovlar ularni makonsiz qo'ydi. Qamar, hayot bo'lsam Hamrogul xonimning pulini bir kundir qaytarib beraman deb o'yladi-yu, Hamrogul xonimmi hayot bo'lsa demedi. O'ylagan ishlarimizning amalga eshib qolishini umid qilamiz. Hayotning sinoqlari ko'p, davollari ko'p. Hayot bir kunlarda sizni akilatib, papalab xo'shal qilsa, bir kunlarda sizni ilojsizlik, amalsizlikda qiynab, yashashga ilojsiz qo'ydi. Bundaq chaqda birovlar odamning gelini siqqandek nafas erishmi taslishidi. Mana bu turmush, mana bu hayot. Bugunmi havo nihoyat issiq. Xolida Satan Qamarni ko'zchiga o'rlashtirib qo'ygan odam, oqshom qorong'i tushganda ketgan bo'lib, u tunugin Qamarning uydan chiqib, Hamrogulning uyiga borganni. Garchi qo'roning ichida nima ishlarning yuz berganini bilmasimi, hayol o'tmay Qamarning u yerdan yana qaytib kelganni. Qamarning Hamrogulning qo'rosiga kirib ketgandagi kayfiyati bilan chiqqandagi benormal qiyofatlarning hammasiga guvoh bo'lgan edi. Sirtda saqlab turib xeyli uzungacha hech kimning darvoza sirtiga chiqmaganini ko'rib, ko'nglida havo issiq bo'lg'ashqa sirtga chiqmadi bo'g'ay deb o'yladi. Shuning bilan ozroq dam elib olib, havo suvganda kammakchi bo'lib ketib qolg'ashqa, Qamarning ot tarvuzi setib olib kelganligi, Oyshamning pijg'irim issiqda non yoqqanligi va qorong'i tushganda ular bir oila kishilarning insi jinga to'ydirmay hammani tashlab, o yezidan ketib qolganligidan xabarsiz edi. O keyin havo suvg'anda kelganda Oysham bilan Qamar, hatto Anvarmi o'yldi edi. O kelgandan keyin yana bira osh pishim turib, kech kirishi bilan yana qaytib qolgan edi. Kun tiklashkicha Qamarlarning uyi atrofida ko'zitib turgan Samat hech qandaq birisining uydan kirib chiqqanini ko'magachga, ishni sal benormal his qilib, ularning uyiga kirib boqmoqchi bo'ldi.
lekin qandoq kirish kerak? Samat birdam o'ylangandan keyin bu pijg'irim issiqda suv so'rab kirsa hech kimning gumonini qo'zg'ab qo'ymayligini o'ylab, shuni sabab qilib o'zi qamarlarning uyiga kirib boqmoqchi bo'ldi. Odam bormi? Yo'ldan o'tib ketyotdim, bak usab ketdim. Ishkidek suv bersangiz bo'pti ekan. Odam bormi? Samat ishikni ishtirib kirdi. Jimjitlik. U ho'yliq kirib, darvozani yepib qo'yib, yana Odam bormi? Menga ishkidek suv bersangiz bo'pti ekan. Degach, o'ylarga bir-birdan kirib chiqdi. Yanala insi jin yo'q. Ko'p kunduz bo'lsa-mu, odam zot yo'q bu uyda. Samatning sal qo'qqisi keldi. U darvozadan chiqib ketayotgach, yana orqaga o'rilib qaradi. Oxiri haqiqatan odam yo'qligiga ishonch qilgandan keyin darvozani kirishning oldidagidek holatda yepib qo'yib chiqib ketdi. Samat darvozadan chiqibla Odul Xolida Satangning uyiga bordi. Xolida Satangning darvozasi kunduzlari davomli ochiq turibdi. Samat yugurib kelguncha hosirab ketdi. U Xolida Satangning darvozasidan kiribla bo'sog'iga putlashib, mo'dirib ketib, 10 necha qadam yugurib ketib o'ltirib qoldi. Oy, men Xolida Satang o'yladik karvatda yetib aram elayotgan edi. U shaldir-shuldir ovozlarni anglab darhol o'rnidan turib ketdi. Nima bo'ldi? Samat, nimaga yuguraysan? Ha? Oldirmayroq kirsang o'lamsan. Menga ishkidek suv beramsiz. Bak usab ketdim. Dedi Samat Xolida Satangning yendik xizmatkoriga qarab. Havo bak issiq. Uning ustiga yugurib kelgachga Samat usig'onlikdan eg'izlar qurib ketgan edi. Xolida Satang xizmatkorga qarab beshini langshitgandan keyin xizmatkor berib Samatga ichadiganga yo'g'on bir opqurdi suv ep keldi. Samat bu yo'g'on opqurdagi liq suvni bir ko'tirishida ichib bo'ldi. Xizmatkor Samatning suvni ichishiga qarab og'zini yo'g'on echib hayronlikda turib qoldi. Samat opqurni xizmatkorga qaytarib berib, sal tinib olgandan keyin Xolida Satanga qarab gapni boshladi. Men atiganli qamarlarning uyiga borgan edim. Atigandan hozirgacha birasining ularning uyiga kirib chiqqanini ko'rmagandan keyin suv so'rashni bahona qilib ularning uyiga kirsam, uy qupquruq. Uyda odam degan birasi yo'q. Shunga sizga bu xabarni yetkazgili yugurib kelishim. Dedi Samat qo'rqib kekashlab turib. Xolida Satang yotgan yerdan chachirab turib ketdi. Chopchong necha odam parga ilinib ketamda? Cho'qim sen bir yerga ketganda bir ish bo'lgan gap. Oqshom texi bir oyildiki 3 yilisi uyda qolgan. Men iniq o'yildi ko'rgan. Nega g'oyib bo'ldi-kin? Atigandan tortibmi, men bobomiz uyning sirtida. Uyda odam yo'qkan shu. Samatning uyni bag'on siri ichiga tushib ketdi. Menga darhol berib qo'lim qo'shnilardan surishtirib baq. Tunigundan beri ularni ko'rganlar bormi? Ularga bir ish bo'ldimi? Yoki bir tuqqini uyiga ketdimi? Aniqroq so'rab baq. Xabarni ilib darhol kel. Aniqlab kelamizsan, sana bergan pulni aslab qaytirsan. Dedi Xolida Satang ochiqlab. Ma'qul, hozirla boray. U qandaqmi tunugun tushdan keyin issiq chidamay ketib, uyda orom elib, kashti kaginni eg'izdan chiqara olasin. Samat qamarlarning uyi bor yerga qaytib kelganda, yana tushdan keyin bo'lib, havo bak isib ketgachga, yo'lda odammi yo'q edi. U qamarning bir necha qo'shnisining ishkini chekib, surishtirib yurib, ularning bu yurtda hech qandaq bir urug' tuqqanning yo'q ekanligini, qamarning tunugun tushdan keyin bir ot harvasini haydab hovlisiga kirib ketganligini, uningdan keyin hech kimning ular bir oila kishilarini ko'rmaganligini bilgandan keyin ishning oddiy emasligini his qildi. Buni Xolida Satanga deb boradigan bo'lsam, Xolida Satang men Samatning toza adabini berdi. Shunga ot harvasining gapini Xolida Satanga qat'iy bildirmaslik kerak. Qog'inini yana demay bo'lmaydi. Xolida Satang Samatning deganlarini anglagandan keyin o'ylanib dedi. Ular ot harvasidek bir narsa tayyorlagan bo'lsa-ku, shurtdan chiqib ketgan o'xshaydi desak. Hozir ularning ot harvasi tayyorlig'ini texi bilmasak,
Bu yurtda urug' tuqquni texi bo'lmasa, buni qanday tushunsak bo'la? Samatning ular tönigin at arvi setib optikan degisi kep ketgan bo'lsa-mu, zo'rg'a o'zini besib oldi. Omu ularning yurtdan chiqib ketganini paraz qilib bo'lgan edi. Samat, sen darhol Hamragul xonimning qo'rasiga berib tontonlab baq. Ular shu yerdimi-ya? Ha, ma'qul. Samat chiqib ketayotguncha pat-pat kayniga o'rilib, Xolida Satanga qarab qo'yib chiqib ketdi. U Hamragul xonimning qo'rosidimi, Qamarning tunigan xizmatdan haydalganligidan boshqa xabarni ololmay qaytib keldi. Hamragul xonimning qo'rosidagi g'o'jidor tunigan Qamarni ishdan bo'shtibdi-kan. Amisi ular yana nega bora olishi mumkin? Ajiba ular rostla uy makonlarini tashlab yurtdan chiqib ketganmidi? Shundaqmikan? Nima gap o shundaqmikan degan? Bu bir yaxshi fursat. Yaxshi foydalanish kerak. Bunday yaxshi fursatdan foydalanmasam, ularning yurtni tashlab chiqib ketganiga qandoqmi yuz kela olayman, ha? Shundaq emasmi, Samat? Dedi Xolida Satang Samatga qarab bir narsani o'ylag'ash. Menga Rayhon, berib yilqi og'zi beka turmaydigan bekach xotinlarni Xolida xonim sizlarni uyiga kechki tomoq taklif qildi deb xabar qilyapti. Andan oshxonadagilarga deb qo'y, kechda bir necha xil yaxshiroq tomoq tayyorlasin. 20 ga yaqin mehmon bor, ha? Xizmatkor chiqib ketgandan keyin Xolida Satang Samatnimi chiqib ishini qilishga ishorat qilib o'tib, qaytadan karavotda yeniyichi tushib, ko'zini yumib o'yladi. Ular asli uy makonni tashlab chiqib ketganmidi? Mayli qandaqli bo'lsin, bu qitim saqlab turmay, yana bir qitimlik hujum qo'ydik. Qog'ini vaqti kelganda bir gap bo'lsin. Narsa turi bilan, odam xili bilan degandek, Xolida Satang bugun tamoq chaqirgan bu 10 necha ayol, bu yezdagi yolg'on yavudoq, fitna fasod taqitishda uchiga chiqqan ayollar bo'lib, oldin qitimliq Hamragul xonim bilan Qamarning gapini-mu Xolida Satang ozroqla uchini burtib qo'yib edi. Bu ko'ngil tushunadigan aqlliq ayollar bu gap so'zlarga put-qo'l, ko'z-quloq chiqarib, butun yeziga pur ketkizib o'tdi. Mana bugunmi Xolida Satang yana bularning shu gap so'zga mohir og'izdan foydalanmoqchi. Ular ko'nglida bu uyga yeb ichib o'ynag'ili keladi. Ular shuningdan xo'shal. Rana 1-bölüm 13-qism. Mana bugunmi Xolida Satang yana bularning shu gap so'zga mohir og'izdan foydalanmoqchi. Ular ko'nglida bu uyga yeb ichib o'ynag'ili keladi. Ular shuningdan xo'shal. Xolida Satang ularning ko'nglini xo'shal qilib qo'yib, ularning boshqa tarafidan foydalanadi. Xolida Satang bu tarafidan xo'shal. Xuddi qag'ila qoq etar, o'z ko'nglini xush etar degandek. Kunda uy kirib ketib aram oladigan Hamragul bugun yo'roq, salqin hovlida yetib aram oldi. Rana yana sardila ustisining yeniga ketgan edi. Rana tunigun kechda texi Hamragulga o'zining kiyim-kechak tikishnimi asosan egilab bo'g'inni. Ustisining o'zini Sehnimi, ko'zimi o'tkir, qo'li chaqqan, hozirga qadar hunar o'rgangan shogirdlarning ichida hunarni eng tez egallab olgani deb maqtag'anligini faxrlanib turib so'zlab bergan edi. Qizining kayfiyatining nihoyat yaxshi ekanligini ko'rgan Hamragulning kayfiyati ko'tarilib qoldi. Hamragul aram og'ash yana oqshom Rana bilan deyishganlarini o'ylab, ko'zini yumib yetayotganida ikki xizmatkorning yaqinliyadi deyishgan gapi quloqiga kirib qoldi. Hay, anladingmi? Nimani? Qamar bilan Hamragul xonimning munosabati borligini-chu. Sen endi angladingmi? Xili bo'ldi-ku bu gaplarni anglag'ili. Yo'q, qara. Qamar necha kunning oldida xotin bolasini ilib, uy makonini tashlab yezidan chiqib ketibdi. Buning anglag'idek nimasi bor? Uningga haq puldar xotin bilan tutishib qolgandan keyin ayoli o'qib beshini ag'ritgandi haqiqatan. Yo'q, bilmaydi ekansan-da. Voy, gap yo'g'irlatmay degina. Nima gapkan zodi? Hamragul xonim bilan bo'lgan munosabatini boshqalar bilib qolgandan keyin Hamragul xonim yo'ldoshining bilib qolishidan ansirab, Qamarga pul berib yezidan haydab yetibdi. Ha? Shundoq bo'ptimi? Men bilmabdiman.
Hamragul xonimni bak esil ayol deb bilatdim. Mundaqmi ishi bor degina? Qarisuğu hech undaq ayoldek emas. Odamlarning peshonasiga yaxshi yomon deb yeziqlik bo'lamdika? Hay, bu boylarning ishini odam bilib bo'lmadi. Nima o'ylaydi ekan? Qandarmi texi amdili boshtiqudek issiq bir uy makonga ega bo'ptikan? Bichoralar, uy makonlarini tashlab ketib qopdidek. Bu gap so'zlarni anglagan Hamrogul hech nimani tushunmay turib qoldi. Bu yezida Hamrogul xonimdan faqat o'zi bor edi. Bu deyilayotganni o'zi emasmikin desa, Qamar dal mush qo'rodek xizmatkor edi. O'xshashlik bor deyilgandimi, dunyoda buncha o'xshashlik bo'lmas. Hamrogul yotgan yerdan turib ketdi. Gap qilayotgan ikki xizmatkor o'yildik karvatdagi tuyuqsiz o'rindan turgan Hamrogul xonimni ko'rib, qo'qqanidan darhol o'rilib qochmoqchi bo'lgan edi. Hamrogul ularni chaqirib oldi. Har ikkinglar yenimga kelinglar. Tovlidi Hamrogul. Xonim, mening orqa o'yilda ishim bor edi, men chiqash turaya. Meningmi ishim batdi, men sizlarni yenimga kelinglar dedim. Vaqirab dedi Hamrogul. Har ikkili xizmatkor dirildab titirganicha Hamrogulning oldiga keldi. Ular Hamrogulning ho'yladik karvatda aram elayotganini bilgan bo'lsa, 15 bo'lsa-mu, bayqi gaplarni demas edi. Bayqi nima gap so'zlar u? Menga aniqroq deb beringlar. Dedi Hamrogul ikki xizmatkorga qarab. Men bilmayman xonim. O gapni men Patiguldan anglagan. Shundaq-ku Patigul, sen degan to'ng'u? Nada men deyman, sen degan to'ng'u. Men bilmayman xonim. Shundaqmi? Har ikkinglar bilmaydi ekansizlar-da? Ha, men rostini bilmayman. Bildim. Undaq bo'lsa berib g'o'jidarni izlab bu oylik ish haqinglarni elib elinglar. Ha, ma'qul. Dedi har ikkisi tangla. Atidan boshlab ishga kamissanglarmi bo'ladi. Yana deb qo'yay. Boshqa yerdan ish topa olaymizmikin deb o'ylab qolmanglar. Men boshqalarga sizlarning xo'jayininglarning keynidan gap topa oladigan qilmishinglarni yaxshi tashviq qilib qo'yaman. Nima? Ergiz undaq qilmang xonim. Undaq qilsangiz bo'lmaydi. Xizmat topolmasak biz nima yeb, nima ichimiz? Qanday turmush kechiramiz? Bizga ichimiz og'risin. Sizlar yolg'on so'zni sanglar bo'ladi ekan-u. Men rost gapni desam nemishqa bo'lmoqdak. Agar davomli ishlayman desanglar, umi bo'ladi. Sizlar faqat menga biladiganlaringlarning birini qoldirmay deb pasanglar bo'ldi. Men sizlardan sizlar qilolmaydigan yoki ortiq narsa talab qilmadim. Shundaq-ku? Agar deyishni xohlamasanglarmi mayli. Gap boya men aytgandek bo'ladi. Boshqa ish yo'q. Chiqib ketsanglar bo'ladi. Agar biladiganimizning hammani deb basaklar, biz yana davomli ishlab basak bo'ladi. Shundaq-ku? Albatta. Buningda yana davatqininglar rasmi yolg'on, biladiganinglarni to'liq degan demigininglarga qaraymiz. Ma'qul bo'ladi. Biz bildiganlarimizning hammasini deb beraylik. Dedi yana har ikkisi tangla. Ular ikkisi xuddi Hamrogulning mushi gapini kutib turgandek og'ziga tegmay so'zlashni boshlab. Qachondan yezida Qamar bilan Hamrogul xonimning gapi bo'lingandan boshlab, atrofdagi kishilarning nima deyishayotganini, u gap so'zlar tegib besiqmay turib, Qamarning yana Hamrogulning majburlashi bilan xotin bolasini elib, yurtdan chiqib ketishga majbur bo'lganini. Hozir ularning yurtdan yo'qib ketganiga rostilla necha kun bo'lib qolganini. Hech kimning ularni izlabmi topolmaganlik qatorliqlarni nihoyatda astoydillik bilan aytib berdi. Ular gapini tugatguncha biri to'xtasa biri ulab anglatib, birining deganining kam bo'lib qolgan yerini yana bir to'liqlab deb, yezda yaqindan beri Hamrogul bilan Qamar to'g'risida nima gap so'zlarning bo'linayotganini Hamrogulga nihoyatda tafsiliy yetkazdi. Oxirida Hamrogul xonim, bu bizning topgan gapimiz emas. Bizmi shu boshqalardan anglagan. Biz sizning undaq ayol emasligingizga ishonamiz. degan gapni qo'shib qo'yishni unutib qolmadi. Xuddi boyqi gap so'zlarni ular demagandeklar. Amaliyotda G'o'jidor Hanifami bulardan shu vaqtning o'zida xabar topgan bo'lib, ishlarning bosh oxirini bilib bo'ladigan vaqtgacha gaplar bak ko'payib ketayotqachqa Qamarni ishdan bo'shatgan edi. Lekin oxirga kelib buning ta'tirisicha, yana aslidagi gap so'zlarning yanimi ulg'ayishiga sabab bo'lganini bilib, o'zining bu ishni to'g'ri bir taraf qilmaganini his qildi.
u Hamragulning axloqiga ishongachga, uning ustiga Hamragulning salomatligining yaxshi emasligidan xabar bo'lg'achqa, bu ishlarni Hamragulga bildirmay turishni o'ylab, xizmatkorlarga qo'rg'u ichida bu to'g'risida qat'iy gap so'z qilmaslikni topilgan edi. Bugun bu ikki xizmatkor qizmo Hamragulni hujra uyda orom elayotidi deb o'ylag'achqa, gap so'zga diqqat qilmay tavagan edi. Hanifa Hamragul to'g'risida tarqalgan bu gap so'zlarning fitna fasoddan boshqa narsa emasligiga, Hamragulning axloqiga to'liq ishonadi. Lekin uning ishonishi bilan yezidikilarning Yusufning ishonishi boshqa gapda. Uning ustiga bu ishga chetishlik eng muhim odam Qamar yo'q bo'ldi. Navoda Hamragulni oqlamoqchi bo'lsa, hozir guvochimi yo'q. Texmi echinishlig'i biror tol chivinga azor berishni xohlamaydigan, boshqalarga qo'lidan kelishchi yordam qildigan Hamragul qarab turib, kishilarning og'zidagi buzuq ayolga, boshqalarning turmushini buzgan, yezida turg'ili qo'ymagan rahimsiz odamga aylanib qolgan edi. Hamragul ularning gapini o'zini tasdi besib olib, aran anglab tugitib, ularni qaytishga sharat qilib o'tib, ular ko'zdan g'oyib bo'lishig'ila karvatda yuragini tutib o'tirib qoldi. Hamragulning bularni anglab yurak shundoq qattiq og'irdiki, 40 yillik hayotidagi pokligi mushi fitna fasodchilarning necha eg'iz gapi bilan bulg'anganligiga to'limi echindi. Ko'zlaridan yoshlar jipi uzilgan marjondek to'kildi. Kim degan bo'g'iydi? Yaxshiga kun yo'q, yomonga o'lim degan gap. Yaxshi odamlarning yashimig'i shuncha tasmidi. Hamragul ahlini bilgindan tortib ta hozirgacha atrofidagi ko'zi ko'rgan, qiyinchiligi bor kishilarga mayli u boy yoki gadoy bo'lsin, uni to'nisin yoki to'nimasin, qo'lidan kasala cho'ng kichik oz ko'p demay yaxshilik qilib turdi. Hala bugungi kun kelganda mushundoq bir ayolga eg'izga og'usiz, ko'tirib qopqisiz fitna fasodlarni otib qo'ysa, uning kichikkina yuragi buni qandoqmi ko'tiradi? Mushu daqiqada uning birdan bir o'ylig'ini yusib bo'ldi. U menga ishonam. Yoki shu yezida bir bo'lib ketgan fitna fasodlarga ishonam. Men sabablik. Yusuf Ra'noga qaramay qo'yammi? Ra'nachu, u bularni anglasa nima deb o'ylab qolar? Ra'no aqlliq. Mening pok ekanligimga ishonadi. Lekin Hamragul og'riqqa chidamadi. U oldingi qatim doktorga ko'rinib kelgandan keyin texmi ehtiyotchan bo'lib ketgan bo'lib, doğrusini qat'iy yenidan ayirmaydi. Hozirmi doğrusi bir qadam osila qo'l yetadigan yostiq yendili bo'lib, Hamragul sal esi kelib doğrusini yavanmoqchi bo'lib, qo'lni so'zishiga og'riq tuyuqsiz bak kuchayib, sol ko'ksini tutqunicha karvatda yiqilib bo'shidan ketdi. Xolida Satang Robiya bilan yana bir qatim oldingi qatim ko'rishgan oshxonada ko'rishdi. Ular yana ilgari kim bo'lib kirishib, ayrim xonada xeyli uzun paranglashib o'ltirishdi. Xolida Satang Robiyaga yezdi bo'linayotgan gap so'zlarni, o'zining Qamarning nima ishlarni qilganligini yiptin yingnisigacha Robiyaga yetkazdi. Yaxshi qipsiz, dedi Robiya Xolida Satangga. Ish ko'nglimdagidek pista deyishgandan boshqa mukofotimi bor sizga? O'zingizni uncha oliyjanob ko'rsatmang. G'idiqim keladigan, dedi Xolida Satang Robiyaga. Har ikkimizchu o'xshash manfaat uchun vosita tanlamaydiganlardan. Faqat turayotgan o'rnimiz o'xshamaydi xolos. Shunday emasmi? Siz bo'ldi. Men faqat ishlardan sizni xabarlantirib qo'yay deb kelgan. Deydiganim tugidi, yeydiganimi gap bo'ldi. Men mangdim amsa. Xo'sh. Xolida Satang Robiyaning gap qilishini kutmayla, deydiganni deb bo'lib, ayrim xondan chiqib ketdi. Xolida Satang chiqib ketgandan keyin Robiya choy ichib, yana xeyli uzun o'ltirdi. Haqiqat rost bo'lsa-mu, lekin ba'zida bir qism shuhratparaz, soxta odamlarga yoqmaydi. Robiya Xolida Satangning ikkimiz o'xshash degan gapini faqatli yoqtirmagan edi.
u xeylidan keyin qursqi sal og'rib, ondan esi kelib o'rnidan qo'zg'aldi. Rabiyaning qursqig'imi 2 oycha bo'lib qoldi. Lekin texi homildorligi ancha bilinmagan edi. Yusuf savdo ishi bilan chiqib ketgili 20 kuncha bo'lib qoldi. Bu qatam u sal uzunda kelaman degan edi. Iniq necha kunda kelalaydiganini hech kim bilmaydi. Yusuf kelib, xotinning bu ishlarini bilsa qandoq bir taraf qila. Amrogulga ishonami yoki uningga ishonmay uni qo'yib etami? Rabiya uyga qaytib kelgandan keyin sal horg'inlik his qilib, hujra uyga kirib 2 soatcha uxlab chiqdi. O'zining homildorligini bilgandan keyin sizikning ta'siridanmikin Rabiya to'la mugidaydigan, to'la uxlaydigan bo'lib qolgan bo'lib, ilgari kechasimi noit sagak uxlaydigan odam hozir oqshimi ko'zini bir yumgancha attiginimi keyin uyg'ondigan. Kechasi uxlagandimi hech nimani tuymagan holatda uxlaydigan bo'lib qolgan edi. Gulpiya maktabdan qaytib kelib, uyg'onib, amdala hoyliga chiqqan onasini ko'rib yugurib keldi. Ana, men maktabdan qaytib keldim. Keldingizmi? Bugun maktabdan nimalarni o'rgandinglar? Usab ketdim ana, avval suv ichib olaychi. Suv ichmang. Oshxonada gullar, chilanlar bilan damlangan muzdek sovuq choy bor. Kirib shuni iching, ussigan yeringizga berib, ussizligingizni bosadi. Rana 1-bölüm 14-qism. Usab ketdim ana, avval suv ichib olaychi. Suv ichmang. Oshxonada gullar, chilanlar bilan damlangan muzdek sovuq choy bor. Kirib shuni iching, ussigan yeringizga berib, ussizligingizni bosadi. Vah, ajab yaxshi. Yana o'zimning onasi bek tushunadi-da meni. Men bek yaxshi ko'raman mushundoq sovuq choyni. Ta'mi bek beyzi. Rahmat ana. Ağzının tatlıqligini tez kirib ichib eling. To'g'ri. Gulpiya Rabiyaning ilgirki o'lib ketgan yo'ldoshidan bo'lgan qizi. Bu yil 14 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, dadasi birlik qiz, yenimizda ko'proq turvason deb maktabga vaqtida bagil unimag'ashqa, texi endi boshlang'ichning 6-yilligida o'qitdi. Ona qandoq bo'lsa, qizi shundoq bo'ladi deganni to'liq isbotlab chiqqandek, Gulpiya Rabiyani mayli mijoz, xarakter yoki chiroy jihatdan bo'lsin, kiyipli tushgan edi. Rabiyani biladigan odam Gulpiyani ko'rib boqmagan bo'lsa-mu, uni ko'rsala bu cho'qim Rabiyaning qizi ekan degudak. Gulpiyani biladigan o'qituvchi savoqdoshlari Rabiyaning Gulpiyaning onasi ekanligini bilmasa-mu, uni ko'rgan aman bu Gulpiyaning onasi ekan degudak darajada o'qishadi. Gulpiyaning o'g'inishi sinfda o'tirhal bo'lib, bak yaxshi degudak bo'lmasa-mu, o'zini tuzashtirishni, kiyimlarini moslashtirishni nihoyat yaxshi biladigan, munosabatga mohir, ishqa, odamga, vaziyatga qarab ish tutishga mohir bo'lg'achqa, o'qituvchilarimi, savoqdoshlarimi uningga amroq edi. Bu dal ota-onaning har bir gap so'z, ish harakatining bolaga unsiz ko'rsatadigan ta'siridan bo'lsa kerak. Har qanday ota-ona o'zining qandoq bo'lishi bilan hisoblashmaydi-yu, bolalarining munavvar kishilardan bo'lishini umid qiladi. Biroq ular shu tarafga diqqat qilmaydi-ki, ota-ona bo'g'ichi o'zi qandoq bo'lsa, shundoq farzandni yetishtirib chiqadi. Yusuf Gulpiyaga nihoyat yaxshi muomala qiladi. Gulpiyaga qilingan bu yaxshi muomalani Yusuf o'z pushtidan bo'lgan qizi Ranog'im qilmagan desak, oshirib o'tgan bo'lmaymiz. Balki Yusufning bundoq muomala qilishi bu ona bola ikkalanning yulanchuksiz ekanligiga ichi og'irganligidan bo'lgandi. Yoki Rabiyani bak yaxshi ko'rganligidan va yoki Rabiyaning qachon kelsa o'zining hurmatini voyaga yetkazib qilib, o'zining erlikini, o'zining mushundoq kutinishga tegishlik ekanligini his qildirgani uchundir. Mayli nima sababdan bo'lsin, agar Rana bir qatim dadisining Rabiyaga, Gulpiyaga qilgan muomalasini ko'rgan bo'lsa, u cho'qim dadam xato to'g'ri yavagan o'xshaydi deb qoladi. Cho'qim Yusufning boshqa birovning qiziga o'zigimi qilmagan illiq muomalani ko'rsatayotgani uchun qiziqib qolishi mumkin edi. Rananing nazarida dadisi qizi bola bilan xo'sh yo'q, farzandga ko'ngil bilmaydigan dada. Ammo Rabiyaning Gulpiyaning oldida u kuyimchan, mehribon dada edi. Buni nima deb tushunish kerak? Gulpiya sovuq choydan ichib bo'lib chiqqandan keyin
Rabia bilan hovlidik karvatda o'ltirib xeyli uzun paranglashdi. Ularning parangi dastlabda yaqindan beri maktabda qandaq ishlarning yuz berayotganligidan boshlangan bo'lsa, oxirgi kelib Rabianing Gulpiyaga nasihat qilishi bilan oxirlashdi. Qizim, mayli neymiş yuz bersin, men siz tarafda. Mening sizga qilib bera oladiganim cheklik. Faqat sizga qo'limdan keladigan vaqtda har qanday narsaning yaxshisini beraman. Lekin bu hayot bek uzun. Mening sizga hamroh bo'ladigan, sizni qanot ostimga olalaydigan vaqtim cheklikla. O'zingizning erishmoqchi bo'lgan narsaga erishamasligingiz har qanday vaqtda o'zingizning tirishchanligiga, amalingizga bog'liq. Odam yashagan ekan, cho'qim yaxshi yashash uchun tirishib beqish kerak. Qanchalik yashashimizni hech kim bilmaydi. Lekin mayli qanchalik yashashimizdan qat'i nazar, eng yaxshisiga erishishga haqliqmiz. Shunga hayotlikdagi bu qoidani cho'qim esingizda ching tuting. Ma'lum narsaga erishmoqchi bo'ladi ekansiz, cho'qim badal to'lashga to'g'ri keladi. Bizning boshqalardan biladiganimiz qancha ko'p bo'lsa, erishmoqchi bo'lgan narsaga erishish uchun mangadigan yo'limiz qisqarishi mumkin. Shunga davomli o'rganing. Faqat kitobdagi bilimlarni emas, amaliy turmushda siz o'rganishga tegishli yana nurg'un narsalar bor. Gulpiya garchi endi 14 yoshda bo'lsa-mu, uning biladigani oz emas edi. Kiyimni qandoq moslashtirish, terini qandoq asrash, badan ovlash, bir necha xil tamoq qilish, bir necha xil choy damlash, boshqalarning oldida o'zini qandoq tutish. Bularning hammasini Rabia o'zi bir qo'lliq o'rgatgan edi. Gulpiyamu kichkidan Rabianing ish-harakat, gap so'zlarining ta'siri cho'ng bo'lg'achqa, onasining qilganlarining hammasini ayollar cho'qim bilishga tegishli ishlar deb biladi. Garchi uyda xizmatkorlar ko'p bo'lsa-mu, ba'zi ishlarni Rabia Gulpiyani qilishga buyurdi. Uni cheniqtiratdi. U demlagan har xil tamdagi choylarni baholaydi. Uning kiyinishlariga fikr beradi. Uni badallarini tutqizib, o'g'latqizib, to'g'ri bo'lmagan taraflarini qayoqqa kelganda qandoq tutish, qaysiyani kuchaprak tutish, qaysiyani yenikrak tutish, nima uchun shundoq tutish kerakligi haqida so'zlab beradi. Bu bir necha yillik tarbiyalashlar bekorga ketmadi. Gulpiya bora savoqdoshlardan farqlanib turadigan bo'lib qoldi. Mayli qayerda bo'lsin, u hamon bir top tang tushlarining ichida bir qarashdala ko'zga cheliqatdi. Rabiamu tunish bilishlarining Gulpiyani maqtashlaridan hozirlanadi. Gulpiyadan faxrlanadi. Uningga texmi ko'p narsalarni o'rgatgisi keladi. Lekin Rabia Gulpiyaning yashining tex kichik ekanligini o'ylab, uningga bak besim qilg'isi kelmaydi. Hozir mening kichik vaqtimdagidek kichik to'y qiladigan ishlar azlab ketdi. Yana sal cho'ng bo'lib olsa, ondan o'gina deb o'ylaydi u. Amrogul shu yiqilib tushgancha xeyli vaqtgacha o'shiga kelanmadi. Taliga biroz kap maqomidi. Boshqa kunlari uyning ichida orom elayotgandimi, natchirat kirib yo'qlaydigan G'ojidor Hanifami bugun mijoz yo'q bo'lg'achqa Amrogulning yeniga chiqib bo'lolmagan edi. Kash kirib qolgan bo'lsa-mu, kun uzoq bo'lg'achqa, texi kun kirib ketib bo'lolmagan edi. Ra'no qo'rg'ga kiribla to'g'iladi. Ana, men keldim. Siz nerede? Amrogul har kuni hujra uyda aramasimi, kashligi Ra'noning kelishiga ulgurib, o'yladik karvatga chiqib o'ltiradi. Bugun tushdan keyin o'zicha uyning ichida, ichi siqilgandek bo'lib o'yliga chiqqan edi. Dal Ra'no qoro darvosidan kirgan mushu vaqtda G'ojidor Hanifami Amroguldan ahvol so'rg'il chiqib, Amrogulni yotadigan uydan topolmay o'yliga chiqqan edi. Ra'no qizim, keldingizmi? Hamragul yatadigan uyda yo'q. Men hozir Hamragul yatadigan uydan chiqdim. G'ojidor Hanifa gapni deb bo'g'icha o'yladik karvat tugib kap bo'ldi. Ra'nom yetib keldi. Hoy, bu karvatdagi ko'pa anam aramaladiganni soladigan ko'p shu'g'u. Hanifami Amrogulning nadligini bilmagachga hech nima deyolmadi. O'yliq qurilgan karvat 20-30 odam bemalol o'ltira olgudek darajada cho'ng karvat bo'lib, Amrogul Ra'nolarga maxsus tamoq etadigan oshxonaga yondashtirib qurilgan bo'lib, ularning hujra uylarimi mush qatorda edi. Lekin Amrogul bugun orom oladiganda ko'pini chatkarak sag'ashqa, boyqa otning yuragini yavagan ikki xizmatkor qizmi Amrogulni ko'migan edi. Amrogul yiqilgan joy dal hozir Ra'no
Hanipalar turgan joyning qarshi tarafida bo'lg'ashqa, yadi yotgan Hamrogulni ular payqamagan edi. Nagi ketgandi u? Ra'no gap qilg'ach ko'rib selingan tarafga qarab mangdi. Oldiga necha qadam mangan Ra'no yadi yiqilib yotgan Hamrogulni ko'rib vaqirib etdi. Ana! Men bo'ldi sizga. Ana! U yugurib kelib Hamrogulning beshini quchqiga oldi. Hamrogul! Ho'jidor Hanipami yugurib kelib Hamrogulni yulashtirdi. Birdamdala Ra'no bilan Hanipaning ovozidan yugurishib chiqqan xizmatkorlar Hamrogulni yulashtirib karvatga yotqizdi. Ho'jidor Hanipa darhol bir xizmatkorni ma'pin tayyorlab, Hamida doktorini elib kelishga buyurdi. Hamrogul texi hushini bilmay yotadi. Hozirgi bu o'rto'pi bo'lib ketishgan xizmatkorlar orasida boyqi cho'ng xabarni yepidan yingnisigacha Hamrogulga yetkizgan ikki xizmatkorim bo'lib, ular hozir qo'qqinidan bir-biriga qarishib, titrishib turishadi. Ho'jidor Hanipa Hamrogulni bu holatda ko'rib, o'zining mijoz yo'q ekanligini unutdi. Hamrogulni ko'piga yotqizib bo'lib, Hamrogulning texi tiniqi borligini bilgandan keyin sal esiga keldi. Tushdan keyin ho'ylining ichida qaysinglar bor edinglar? Eliq ishkaylan yadin beshini ko'tirmay, yaning tegidan titrishib, bir-biriga qarishib, qandoq qilamiz degandek turadi. Bugun tushdan keyin qoroda to'tinglarning hech qaysi yo'qmi? Hammanglarning yarim kunlik ish haqinglarni tutsam bo'g'idek. Tushdan keyin nima ishlarni qilganinglarni sal turib ayrim surishtiray. Dedi Hanipa uch xizmatkorga qarab. Yo'q Hanipa xo'jidor, biz qoroda bor edik. Dedi Patigul ismli xizmatkor qiz Go'har Nisoga qarab. Hamrogul xonim bayatdahi yaxshi qolgan. Shundoq-ku Go'har Niso? Ha, yaxshi qolgan. Dedi Go'har Niso. Hanipa bu ikkaylan gap qilgandan keyin ondan bu ikkaylarga qarab, ulardagi aloqsodilik, jiddiychilikning toza normal emasligini his qilib, yana surishtirdi. Tushdan keyin nima yuz bergan? Hamrogul xonimga zodi nima ish bo'ldi? So'rdi Ho'jidor Hanipa, xizmatkor Patigul bilan Go'har Nisodan. Zodi nima ish bo'ldi? Tez desanglarchi. Ra'no bak jiddiyleşib ketgan edi. Bizmi Hamrogul xonimning nima sababdan hushidan ketganini bilmadik. Biz Hamrogul xonimning yendan qaytganda u sapsa qolgandi. Dedi Patigul ismli xizmatkor qiz. Ha, biz qaytganda Hamrogul xonim saq qolgan. Nima bo'ldi ekan? Dedi Go'har Nisomi Patigulning gapiga olib. Sizlar ketishdan burunchi. Sizlar ketishdan burun nima ish bo'lgan? Yana so'rdi Ho'jidor Hanipa. Uningcha cho'qim ular bilmaydigan bira ish yuz bergan edi. Sapmsaq odam nima deb tuyuqsiz hushdan ketadi? Hamrogulning doim ichadigan do'risimi yenidi ekan bo'lmasa? Qaraganda Hamrogul hushidan ketishdan burun do'risini ichishga ulgurmagan o'xshaydi. Biz Hamrogul xonimning o'yladi ekanligini bilmay, Qamar bilan Hamrogul xonim to'g'risida bo'ladigan gap so'zlarni deyishib kelib-vassaq, Hamrogul xonim anglab qopti. Shuning bilan bizni chaqirib so'radi shu. Ondan sizlar xabarni to'liq yetkazinglar. Shundaqmi? Dedi Hanipa ochiqlab. Hamrogul xonim demasak bizni ishdan bo'shatadiganligini degan. Ha, shundoq degan. Shuning bilan nimalarni dedinglar? Shu bildig'imizning hammasini. Bo'yninglarning ustidagi qapaqma, ha? Qalanglar bormi yo'qmi sizlarning? Dadislar? Hanipa ochiqdan yerlayil deb qolgan edi. Hanipa xo'jidor, doktor keldi. Dedi boya doktorni akagili ketgan xizmatkor. Yatag'ingga kirib ketish. Ishqondan keyin hisob olaman. Patigul bilan Gulpiya dirildab titrashganicha kaynichi yenib ketishdi. Nima yuz berdi? To'g'ri tugmagan bo'g'idi. Degash keldi Hamida doktor. O karvat tugib kelibla to'g'ri qutisini echib ko'rdi. To'g'ri ekan. Undaqda cho'qim jiddiy bir ish bo'pti, shundaqmi? Hamida doktor bir tarafdan gap qilg'ash, bir tarafdan yurak tekshirish uskunasi bilan Hamrogulni tekshirishni boshlabdi. Hushidan ketgili bir osh pishimdan eshibdi. Darhol qaynoq suv bilan sovuq choy bo'z aralashtirib, bir piyola hozirla ishkidek qilib, ilmon choy tayyorlanglar. Sovuq bo'lib qolmasin, ha?
Hamida doktorning so'zi oxirlashi bilanla Ra'no darhol oshxonaga kirib, choy tayyorlab qo'shiq bilan billa ep chiqdi. Hamida doktor Amragulning beshini quchqig'iga elib, yenidan to'g'ridan 2 tal elib, Amragulning og'ziga selib, keyindan Amragulga qo'shiq bilan choy ichirdi. Ra'no 1-bölüm 15-qism. Hamida doktor Amragulning beshini quchqig'iga elib, yenidan to'g'ridan 2 tal elib, Amragulning og'ziga selib, keyindan Amragulga qo'shiq bilan choy ichirdi. Bir piyola choy tugishiga Amragul cho'ng birni tinib, ko'zini ochdi. Ko'zini ochibla atrofidagi o'ziga tikilib turgan bir necha jup ko'zni ko'rib, tush ko'rayotgan o'xshayman deb o'ylagan Amragul yana ko'zini yumib oldi. Hamida doktor beshi bilan Ra'noga Amragulga gap qilib beqishni shart qildi. Ra'no beshini lingshitib, asta berib Amragulning qo'lini tutib eg'iz ochdi. Ana, maringiz beyaram bo'lyotidi. Amragul Ra'noning ovozini anglab, qaytadan ko'zini ochdi. Ana, Hamida doktor sizni ko'ygili keldi. Beyaram bo'lyapsiz. Amragul sol ko'ksining ustirakini tutib beshini lingshitdi. Hamida doktor sizga dori yegizib qo'ydi, endi og'irga qo'yib yetdi ana. Ra'no Hamida doktorga qaradi. Amragul ko'zini Ra'nodan elib, texicha beshini quchqig'iga elib o'ltirgan doktor Hamidaga qaradi. Hamida Amragulga qarab kulimsirab turib beshini lingshitdi. Ha, dori ichkizib qo'ydim. Endi og'irga qo'yib turdi. Hanifami kelib Amragulning qo'lini tutdi. Hech nimani o'ylamang, bo'lamdi. Hamma ishlar o'tib ketadi. Salomatligingiz hammadan muhim. Amragul ularning 3 yilisiga bir qo'r qarab chiqib beshini lingshitdi. Lekin uning ko'zlaridan yoshlar ixtiyorsiz quyildi. Ana, yezida bo'linayotgan gap so'zlarni men mo angladim. Dedi Ra'no Amragulning qo'lini ching siqib turib. Lekin men u o'sak so'zlarga ishonmayman. Ularning hammasi bir to'p quruq ig'vochilarning topgan gapi. Haqiqat degan hamon haqiqat. Sizning undaqlarga pokligingizni isbotlab berishingizning zaruriyati yo'q ana. Ra'no to'g'ri deydi. Siz boshqalar uchun yashamdingiz. Esingizda bo'lsin, Ra'no sizga muhtoj. Dedi Hamida. Amragul hech nima demadi. Lekin u uchaylarga qarab beshini lingshitib, illiq kulimsirdi. Yuringlar, Amragulning hujrasiga akirib etaylik. Men akirishib berib andan qaytay. Dedi Hamida doktor. Boydan xeyli vaqt o'tgan bo'lib, qorong'i tushib qolgan edi. Ular Amragulni hujr uyga akirib yotqizib bo'lgandan keyin Hamida Amragul bilan xo'shlashib qaytmoqchi bo'ldi. Ra'no Hamidani xo'sh deb qo'yg'ilamandi. Qo'rog'i chiqib bo'lgandan keyin Hamida eg'iz ochdi. Onangizning salomatligi bek ojizlab ketibdi. Har vaqt hushidan ketishi, yana har vaqt tiniqi to'xtab qolishi mumkin. Shuncha ig'irmi? So'rdi Ra'no. Ha. Sizning tasavvuringizdagimi bekrak ig'ir. Bugungi ish uningga bek ig'ir zarba bo'pti. Hammamiz og'zimizda deymiz. Hech qisi yo'q deb. Biroq amaliyotda hammamiz atrofidagilarning bahosi ichida yashaymiz. Onangiz bu gap so'zlarni ko'tarmaydi. Kalasidimi o'tkazilishi notayin. Uning kayfiyatini kontrol qilish nihoyatda muhim. Men yana 2 xil dori qo'yib qo'ydim. Navoda onangiz bekrak hayajonlanib qoldigan ahvol bo'lib qolsa, ilgirki dorisi bilan qo'shib 3 yil doridan 2 talda yegizib qo'ying. Doktorxonaga apirib, yotoqqa oldirib davolatmizmi ya? So'rdi Ra'no Hamida doktordan. Yotoqda yotqizgandingmi ko'p foydasi bo'lmaydi. Uning ustiga doktorxonada odam ko'p. Odam ko'p yerda gap so'zmi ko'p bo'ladi. Amragulning yana boshqa anglashga tegishli bo'lmagan gap so'zlarni anglab qilishini men xohlamayman. Dedi Hamida Ra'noning beshini silab turib. Bildim Hamida hada. Undaq bo'lsa, uyda o'zim holdan xabar olay. Sizga ko'p rahmat. Undaq deyish ketmaydi. Bu bir necha yillik berib kelish jarayonida men onangizning xuddi o'zimning qirinishidek ko'rib qolgan. Onangiz pek esil mijozlik ayol. U boshqalarning qanday qarishiga parvo qilmas bo'lib olishi mumkin. Lekin dadangizning bu ishlarga qanday qarishi,
Ananız uchun bekli muhim. Siz dadangiz anangiz bilan ko'rishishdan burun anangizning hozirgi kasallik ahvolidan xabar ep qo'ying. Dadangizning anangizning kasallik ahvolidan xabarsiz ekanligidan xabarim bor. Bundaq ahvol ostida dadangizning anangizning kasallik ahvolidan xabar topganining ziyni yo'q. Ma'qul. Yo'l ko'rsatganingizga rahmat. Siz askartmagan bo'lsangiz, bu ish meningmi esimga kelmaskan. Boya Hamida doktorni ep kelgan xizmatkor darvozaning oldida mapin tayyorlab turgan edi. Rana Hamida doktorni uzitib, qora darvozasi oldiga chiqdi. Hamida doktor ketib bo'libmi, Rana qora darvozasi oldida yana bir hazat turdi. Hamida doktor demagan bo'lsa, rostla dadamni onamning kasaldan xabarlantirish esimga kelmaydi ekan. Dadam qaytib keldimikin? Ata derigini qilib baqsam bo'ladigan o'xshaydi. Bo'lmasa men yo'q vaqtda kelib qolsa, yana boshqa ishlar bo'lib ketmasa. Yusuf oldin qatim Hamrogul bilan Rana to'g'risida gap talashib qolgandan keyin bu qo'rg'og kelmagan edi. Hamrogul bilan Ranamo Yusufning so'di bilan sirtqa chiqib ketgandan xabari bo'lgan bilan qaytib kelgan kelmaganligini texi bilmaydi. Rana Hamrogulning yeniga qaytib kirdi. Doğruning foydasi bo'ldimi? Hamrogul boyqidanmi xeyli yaxshi bo'lib qolgan edi. Hamrogulning yanida g'ojidor Hanifa bor edi. Rana Hamrogulning yeniga keldi. Qandaqroq tursiz? Hozir xeyli yaxshi. Sizlarni ansirtib qo'ydim. Undaq demang. Ortiq o'ylamay yaxshi aram eling ana. Hamida doktorimiz sizni aram elishi yaxshi bo'lsa, qalaymagan narsalarni o'ylamamisiz yaxshi bo'lib ketadi deydi. Ma'qul. Bildim. Hanifa opa, sizmi aram eling? Charchab qoldingiz yaqincan. Ma'qul. Rana qizim, bo'lmasa siz chiqib aram olamsiz. Hamrogulning yonida men yotay. Anamning yonida men yotay. Hanifa opa, bo'lmasa chiqib ketsam ko'zimga uyqu kelmaydi. Ma'qul amasa, men ati kiray. Hanifa chiqib ketgandan keyin Rana Hamrogulning yeniga o'rin selib yotqash Hamrogulga dedi. Ana, kesalingiz to'g'risida dadamga bir qitim eg'iz ichib baqqanmiydingiz. Gerçi onasining buni dadisiga demaydiganligini aniq bilsimi, lekin Rana yanala avval onasidan so'rab beqishni loyiq topdi. Yo'q. Dadangizga bu to'g'risida eg'iz ichib baqmadim. Dadangizmi bilmaydi. Ay, shu muddada bo'ldimi deyman. Ya ayolning ahvolidan xabar bo'lmasa, ya qiziga ko'ngil bo'lmasa, undaq deyman qizim. Dadangizmi so'da ishi bilan aldirashtirsa. Qo'ying shu so'dani. Xotin balalardami muhimmi o so'da? Rana gapni deb bo'lib onasiga qarabla, onasining chiroyining o'zgarib ketganligini ko'rib, o'zining deyishga tegishli bo'lmagan gapni deb sağanligini his qilib, darhol gapni bordi. Rana o'yladi. Qaysi ayol yo'ldishining o'ziga, balalarga ko'ngil bo'lishini, yo'ldishining ko'proq vaqt chiqarib hamra bo'lishini xohlamaydi. Onamni albatta shundoq bo'lishini, dadamning o'ziga ko'proq hamroh bo'lib, ko'ngil bo'lishini umid qiladi. Lekin dadam unda qilmasa, onamda nima amal? Qaysi ayol harg'anda, charchaganda, ko'ngli yerim bo'lganda yo'lindigan bir mo'rining bo'lishini, o'ziga tasalli beradigan dardlarga hamdam bo'ladigan birning bo'lishini umid qilmaydi. Agar dadam shunday qilgan bo'lsa, onam kasal bo'lib mushu holatga tushib qola bo'lmaymidi? Ana, yostiq egiz bo'lib qaptimi nima? Yo'q, egiz emaskan. Choy ichamsiz? Bayroq damlab qo'ygan edim, hozir ishgidek bo'lib qoldimikin? Ma'qul, og'zimni qo'ribla turadi. Choydan bir piyola ichay. Ola choy ichib, bu paranglar bilan yetib uxlab qoldi. Yotadigan vaqtgacha Hamrogulning kayfiyatimi xeyli yaxshilanib qolgan edi. Shunga Ranamo xotirjam uxladi. Atdegandala Rana Hamrogul bilan billa noshta qilib, g'ojidor Hanifaga onasining yendan ayrilmaslikni, o'zining ozroq ishi borligini topalab chiqib ketdi. Rana avval do'konga berib onasining og'rib qolganligini deb ustisidan bir necha kunlik ruxsat elib, ondan Rabiyaning qo'rosiga mangdi. Rabiya xonim, Rana xonim kelibdi. Siz bilan ko'rishir ekan, mehmonxonaga boshlab qo'ydim. Dedi bir xizmatkor kirib Rabiyaga. Yolg'iz kelibdimi? Ha, yolg'iz kelibdi. Ma'qul, hozir chiqay. Choy damlab,
yeydigan narsalarni ap chiqqin. Ma'qul bildim. Xizmatkor chiqib ketgandan keyin Robiya o'rnidan qo'zg'almadi. Bu qiz nimaga kelgandi? Ra'noni bek aqlli qiz deb anglagan edi. Biror ishni bilib qolmagandi. Mumkin emas. Kichkina qiz nimani bilar? Bo'ldilar. Ortiq o'ylamay avval chiqib ko'rishib baqay. Robiya shularni o'ylag'ach, Ra'noning yeniga qarab mangdi. Ra'na, qaysi shamol uchirib keldi sizni qizim? Degash kirdi Robiya. Robiya acha, yaxshi turibsizmi? Dedi Ra'no o'rnidan turib Robiya bilan ko'rishgach. Siz bilan ko'rishgach, dadamning qaytib kelgan kamigaligini bilamdikin deb kelgan edim. Dadangizning boy yo'qligini surishtirib kelganingiz rost. Men bilan ko'rishgili kelganingiz yolg'on haqiqat. Deb o'yladi Robiya ichida. Boshqa gap qo'y yo'q. Shu bo'lsa ko'rishib ketay deb o'ylagan. Ra'noning Robiyaga uydagi ishlar to'g'risida ortiq gap qilg'isi kelmadi. Ular o'ltirib birdan paranglashgan bo'ldi. Ra'no yana boshqa ishim bor edi deb uzun o'ltirmayli xo'shlashib mangdi. Uyda nemish bo'lgandi? Hamragulga bir ish bo'lmagandi, ha? O'yladi Robiya. Ra'no uyga qaytib kelgandan keyin 3 kungacha Hamragulning yenidan bir yoqqa mangmay Hamragulga hamro bo'ldi. Hamragulmi kundan kunga yaxshilanib qoldi. Ana, bugun kechki tomoqqa nima yeyingiz bor, men aytib beray. Qara, men to'liq saqayib ketdim. Siz tugirga amroq edingiz-ku. Bugun biz birga tugib yeylik, ma'qulmi? Men xamir yog'oray. Dedi Hamragul Ra'noga. Ma'qul amsa, men qiyma qig'ashtiray. Dedi Ra'nomi onasining kayfiyatining yaxshiligiga qarab. Ona bola ikkaylan oshxonaga chiqib tomoq qilishga tutindi. Ular kirib turishiga Xo'jidor Hanifami kirib keldi. Men texsilarni izlab yotoq uyga kiribdiman. Asli ona bola ishkanlar oshxonaga qochib chiqib dekansizlar-da. Hoy, keling Hanifa opa. Onam bilan tugib yeylik degan edik. Yaxshi bo'pti. Undaq bo'lsa, maslarning tomoqlardan ansirmay, o'zimning holidan xabar olay. Dedi Hanifa kulib Ra'noga qarab. Chiqib ketmang, mushuni billi yeylik. Sizmi ayrim tomoq qilib o'ltirmang bir jiningizga. Rostini desam, sal qo'qoqdab qaptikanman. So'g'uqlik qilib, turib bilan chamg'urni jiq to'g'rab, sho'g'rish qaytib ichaymikin. Ustixonlarim shundoq eg'ir bo'lib qapti. Mayli unda bo'lsa. To'xtang Hanifa opa. Bayan nachichini qaytqa kirgan. Odam ikkimizmi ichib bo'lamaymiz. Yedroq sizga olib chiqib beray deb o'ylagan edim. Naq o'zingiz kiribsiz mana. Sizga beray ichib beqma. Qaytiq degan qo'rqoqni maxsus davolaydigan dora bu. Ma'qul, chichiganam. Bilmaydigan ishingiz yo'q-da sizning, ha? Degash Ra'noning mang'izlarini mo'tab qo'ydi Hanifa. Hanifa saqtipaz bo'lmag'ashqa, ham Hamragulga chin ko'ngildan kuyingashga Ra'no Hanifa Xo'jidorga amroq edi. Hanifa qaytiqni elib chiqib ketgandan keyin ona bola ikkaylan paranglashqash tomoq etib yeyishdi. Tomoqdan keyin ular hujraga kirib o'ltirib gazir chaqqash paranglashdi. Qizim, ertadan boshlab do'konga beraveramsiz. Sizga yana bir necha kun hamroh bo'laychi? Dedi Ra'no Hamragulga erkilab. Hanifa opangizmi bor tursa, yo men o'rnimdan turolmaydigan kasal bo'lmasam, uning ustiga sapsaq turmamdim mana. Sizga yana bir necha kun hamroh bo'lg'im bor edi. Qarang, men saqayib qoldim. Mendan asirmay, endi o'zingizning ishini qiling. Bundaq hech yerga bormay yenimda turib olsangiz, men o'zimni hech qanchaga qamay o'lib qoladigandek his qiladi ekanman. Ana, nimanda og'zingizni ushtisiz? Ma'qul, men do'konga borsam boray, undaq shu meg'izlik qilmang.